Bugun 24 aprel navbatdagi to'garak darsimiz. Mana ikki guruhga biriktirib oldik. Bu yerda Hasanga va Azizga biriktirilgan o'quvchilar bilan qarama-qarshi ma'noli fe'llarni topishga doir gul tuvaklarini topish o'yinini o'tkazamiz. Aziz o'quvchilar, mana qaranglar. Gullarda fe'llar berilgan. Tuvaklarida ham ularga qarama-qarshi ma'noli fe'llar berilgan. Hozir siz shu gullarni tuvagi bilan biriktirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Qaysi guruh ko'proq gul tuvaklarini gullar bilan terish bo'ladi. O'yin sharti tushunarlimi? Boshladik. Yaxshi. Hop, mana gul tuvaklarini nima qildingiz? Gullar bilan biriktirdik, a? Marhamat, Elbek o'qib bering so'zlarni. O'tirdi, turdi. Hop. O'chirdi, bo'yadi. Qisqardi, ortdi. Qo'ndi, uchdi. Yotadi, turadi. Yig'ladi, kuldi. Nechta ekan gulingiz? 6ta. 6ta. Marhamat, bu guruhdan kim o'qib beradi? Ergash, marhamat. Indamaydi, gapirdi. Hop. Kengaydi, toraydi. Ochadi, yopadi. Kamaydi, uzaydi. Xo'p, yaxshi. Nechta gul to'pladilaring? 4ta gul. Demak, o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, demak, Hasanni, ya'ni Hasan biriktirgan o'quvchilar birinchilikni qo'lga kiritishdi. Hammangizga ishtirokingiz uchun rahmat. Bugungi ta'limiy o'yinimizda ishtirok etganingiz uchun barchangizga rahmat.